Ucell'dan yangi raqamlar olib chiqdik. Hozir telefonda yozib ko'rsataman. Ya'ni kimgadir telefon qilganingizda sizning raqamingiz qanaqa ko'rinadi, shuni o'zingiz ham ko'rib, o'zingiz uchun bilib olasiz. Xo'p, Ucell'da 50lik kompaniya 50lik kodidan olganmiz. 50 277 mana. Bu oxirgi chiqqan kategoriya. Ko'rishlaring mumkin. Boshi ham tortyapti, oxiri ham tortyapti. 7707. Endi xuddi shuni 50 270 7707 mana. Telefon qilganingizda shunaqa shaklda chiqadi. Endi men kodini yozmadim. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bittada esda ham qoladi-da bu. Ko'ringlar mana. Kimgadir telefon qilsangiz shunaqa shaklda chiqadi. 970 77 07. 07si ham bor, 77si ham bor. Bular oxirgi chiqqan nomerlarimiz. Oxirgi, ya'ni yangi, yaqinda chiqdi. Hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Boshqacharoq variant 370 70 77. Akalar, bu nomerlarimiz oddiy tarifda bo'ladi. Nomiga o'tkazib beramiz.